Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida para-powerlifting bo'yicha O'zbekiston chempionati start oldi. Ushbu bellashuvlar kattalar, yoshlar va o'smirlar o'rtasida o'tkazilmoqda. 17 yoshgacha bo'lgan para-powerliftingchilar o'rtasida esa O'zbekiston Open ochiq chempionati o'tkazilmoqda. Para-powerlifting bo'yicha O'zbekiston chempionatida mamlakatimizning barcha mintaqalaridan jamoalar qatnashmoqda. Ishtirokchilar soni 440 nafarni tashkil etdi. O'smirlar ishtirokidagi bahslarda Bahriddin Xolbo'tayev g'oliblikni qo'lga kiritdi. Farruh Amirqulov esa kumush medalga ega chiqdi. Kuchli uchlikka Asrorbek Umarjonov yakun yasab berdi. Xuddi shu yoshda qizlar o'rtasida Dildora Nurullayeva, Durdona To'rayeva hamda Dildora Shodmonova shohsupadan joy oldi. Hozirda O'zbekiston chempionatida yoshlar o'rtasida 125 kilogramm ko'tarib birinchi o'rinni oldim. Bizda qayta terma jamoa tuzilayotganligi sababli hozir hammamiz musobaqalarda qatnashib, yaxshi natijalar qilishga harakat qilyapmiz. 2028-yil bo'lib o'tadigan Los Anjelesdagi Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida faxrli birinchi o'rinlarni olishga harakat qilaman va va'da beraman. Yoshlar ishtirokidagi bahslarda vodiylik va navoiylik para-powerliftingchilarga omad kulib boqdi deyish mumkin. 54 kilogramm vaznda navoiylik Umid Eshboyev O'zbekiston chempioni degan sharafli nomga sazovor bo'ldi. Farg'ona jamoasi vakili Hoji Akbar Hamidov esa 59 kilogramm vazndagi ishtirokchilar orasida tengsiz bo'ldi. Ta'kidlash kerakki, O'zbekiston chempionati orqali turli yosh toifalarda terma jamoalar tarkibi ham shakllantirilib olinmoqda. Zero bu yil o'smirlarimiz va yoshlarimizni Jahon chempionati, Osiyo o'yinlari singari muhim musobaqalar kutyapti.